Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam davrlarida ularning ummatlari hech qanday kasallikka duchor bo'lmaganlar. Buni sababi ular doim arpa non iste'mol qilganlar. Hozirgi vaqtga kelib insonlar sahr kasalligiga duchor bo'lyapti va semizlik kasalligiga duchor bo'lyapti. Bu davrda insonlar e'tibor bersanglar, eshitgan bo'lsanglar, hech qanday inson semizlik bilan, sahr kasalligi bilan kasal bo'lishmagan. Hozirga kelib ko'p insonlar juda ham sun'iy narsalar yeyishni boshlagan. Drojaga qo'shilgan nonlar yeyishni boshlashyapti. Bu arpa nonga esa arpa uni, zaytun yog'i, sut mahsuloti qo'shiladi. Umuman droja qo'shilmaydi. Sahri bor odam bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Sog'lom odam ham yesa bo'ladi. Bu non insonga to'qlik hissini beradi. Yeganingizdan keyin kun mobaynida o'zingizni to'q va sog'lom bemalol hissini sezishingiz mumkin. Semizlik bilan qiynalib yurgan insonlarga ham tavsiya qilinadi. Qancha yesangiz ham umuman semirtirmaydi. Nonni sog'inganlar kelinglar, arpa nonimiz bor. Bu arpa non faqat bizda. To'g'ri, boshqa joyda arpa nonlar bor. Lekin imindan bunaqa arpa non faqat bizda, hech qayerda yo'q. Zakaz qilinglar, sizlarga yuboramiz. Bu nonni yeb ko'rganlar kommentga yozib ketinglar. Mag'zi juda ham shirin. Yeganingizdan keyin hali menga rahmat deysiz. Xudo xohlasa bizani telefon raqamlarimizga aloqaga chiqinglar, sizlarga arpa nonlarimizni yetkazib beramiz. Butun respublika bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Nonni yeb ko'rganlar biladi, yeb ko'rmaganlar bu nonni yegandan keyin yana yegisi keladi. Bu nonni o'zingiz yaqin do'stlaringizga yuboring, ko'rishsin, bilishsin va sizga rahmat deysin. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Bu nonni albatta yeb ko'ringlar. Rahmat.